Assalomu alaykum. Hurmatli 3-sinf o'quvchilari, bugun ona tildan 4-mavzu gapda eganing qo'llanishi haqida suhbat olib boramiz. Gapda eganing qo'llanishi 12-mashq. Madina qo'g'irchog'iga ko'ylak tikmoqchi bo'ldi. Onasi qiyqim matolar berdi. Opasi unga yordamlashdi. Madina qo'g'irchog'iga yangi ko'ylak kiydirib qo'ydi. Biz mana shu gapdagi egani topamiz. Birinchi savol: kim ko'ylak tikmoqchi bo'ldi? Madina. Madina bu gapda egasi. Qiyqim matoni unga kim berdi? Onasi. Gapning egasi onasi. Kim tikishga yordamlashdi? Opasi. Bu yerda Madina, onasi, opasi gapning egasi hisoblanadi. Kim so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni o'z bog'langan so'zi bilan birga ko'chiring. Ya'ni Madina qo'g'irchog'iga ko'ylak tikmoqchi bo'ldi. Kim? Madina. Nima qilmoqchi bo'ldi? Tikmoqchi bo'ldi. Madina tikmoqchi bo'ldi. Onasi. Kim? Berdi. Nima qildi? Berdi. Onasi berdi. Onasi egasi berdi. Bu yerda o'zi bog'langan so'z. Opasi unga yordamlashdi. Kim yordamlashdi? Opasi. Nima qildi? Yordamlashdi. Yordamlashdi. Bu so'zlarni o'zi bog'langan so'z bilan birga ko'chiring degan ekan, biz shuni topyapmiz. Madina qo'g'irchog'iga yangi ko'ylak tikib qo'ydi. Madina tikib qo'ydi. Mana sizga bu mashq to'g'risida javob. Ya'ni mana Madina tikmoqchi bo'ldi. Onasi berdi. Opasi yordam berdi. Mana shunday qilib yozib ko'chirib qo'yasiz. Bu joyda qoida turibdi. Biz albatta qoidani yod olib qo'yishimiz kerak. Chunki keyingi darslarda, keyingi sinflarda murakkablashgan holatda keladi. O'shanda siz mana shu qoida sizga asqotadi. Kesimga bog'lanib ish harakatining kim yoki nima tomonidan bajarilishini bildiradigan bosh bo'lak ega deyiladi. Kesimga bog'lanib ish harakatining kim yoki nima tomonidan bajarilishini bildiradigan bosh bo'lak ega deyiladi. Ega kim, nima, qayer so'roqlariga javob bo'ladi. Kim, nima, qayer. 13-mashq. Quyidagi rasmlarga mos gaplar tuzing. Tuzgan gaplaringizdan bosh bo'laklarini aniqlang. Egaga so'roq berib yozing. Rassom rasm chizadi. Kim chizadi? Rassom. Rassom nima qiladi? Chizadi. Xo'p, mana bu joyda qizcha meva terdi. Qizcha meva terdi. Kim terdi? Qizcha. Mevani nima qildi? Terdi. Bu yerda qizcha gapning egasi, terdi esa u gapni to'ldirib o'zi bilan bog'langan so'z terdi. Nonvoychi kim? Non yopadi. Nima qiladi? Yopadi. Rassom rasm chizadi. Rassom chizadi. Qizcha meva terdi. Qizcha terdi. Egasi qizcha terdi. Kesim. Mana bu joyda 14-mashq. Savollar o'rniga mos javoblarni qo'yib gaplarni ko'chiring. Kim o'quvchilarni o'qitadi? Mana bu joyda 4ta so'z turibdi. O'shaning ichidan mosini biz qo'yib yozamiz. O'qituvchi o'quvchilarni o'qitadi. Kim? O'qituvchi. Nima yerni kuchli qizdiradi? Quyosh yerni kuchli qizdiradi. Nima qizdiradi? Quyosh. Kim ariqdan sakrab o'tdi? Zebo ariqdan sakrab o'tdi. Kim? Zebo. Nima insonni xorlikdan qutqaradi? Nima? Hunar insonni xorlikdan qutqaradi. Nima qutqaradi? Hunar qutqaradi. Hunar nima qiladi? Qutqaradi.
Mana bu joyda 15-chi mashq. Ko'chiring. Har bir gapning egasini aniqlab, tagiga chizing. Mana bu joyda kimdir chizibdi, lekin bu joyda e'tibor bermang. Do'st boshga kulfat tushganda yordam beradi. Kim? Do'st. Mehnat kishini ulug'laydi. Nima ulug'laydi? Mehnat. Anvar ingliz tilini o'rganyapti. Kim o'rganyapti? Anvar. Men kelajakda o'qituvchi bo'lishni xohlayman. Kim xohlaydi? Men. Kim bo'lishni? O'qituvchi. Karim hisob-kitobni yaxshi uddalaydi. Kim uddalaydi? Karim. Nimani? Hisob-kitobni. Nima qiladi? Uddalaydi. Uyga vazifa 16-chi mashq. Quyidagi aralash berilgan so'zlardan gaplar tuzing. Gapda so'zlarni qanday tartibda qo'yish to'g'ri bo'ladi? Xo'p, 3-chi o'qiydi Nortoy sinfda. Bu yerda biz birinchi egasini topamiz. Egasi Nortoy. Nima qiladi? O'qiydi. Nechinchi sinfda? 3-chi. Nortoy 3-chi sinfda o'qiydi. Sinfning u a'lochi o'quvchisidir. Kim? U a'lochi, sinfning a'lochi o'quvchisidir. O'qituvchi so'radi Nortoydan. Kim so'radi? O'qituvchi. Kimdan? Nortoydan. Nima qildi? So'radi. O'qituvchi Nortoydan so'radi. Sen bo'lmoqchisan kim kelajakda? Sen kelajakda kim bo'lmoqchisan? Nortoy fermer aytdi bo'lmoqchi ekanini. Nortoy fermer bo'lmoqchi ekanini aytdi. Mana sizga 16-chi mashq bajarib qo'ying. U mana bunday bajarildi. Nortoy 3-chi sinfda o'qiydi. U sinfning a'lochi o'quvchisidir. O'qituvchi Nortoydan so'radi. Sen kelajakda kim bo'lmoqchisan? Nortoy fermer bo'lmoqchi ekanini aytdi. Mana hurmatli o'quvchilar, bugungi 4-chi mavzu gapda eganing qo'llanishi mavzusini siz ozmuncha bo'lsa ham o'rganib oldingiz. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.